Tehrondagi meteorologik stansiya 150 yil qatori bor. Jahon meteorologik bazasidan tortdim, ko'rdim. Bu yildagi yog'ingarchilik ko'p emas, oxirgi 10 yillikdagi. Aynan Tehronda oxirgi 10 yillikdagi eng quruq yil 3-yilni boshdan kechiryapti ular. Hozir mana shu yil. Mana shu yil o'sha dekabrdan may oyiga qadar yog'ingarchilik quvvati o'sha oxirgi 10 yillikda eng kam 3-yilda ketyapti. Parallel, hech qanaqa o'zgarish bo'layotgani yo'q. Ya'ni bulutni o'g'irlab qo'ygandan keyin u qanaqadir ular quruqchilikdan qutulib qololmaydi. Ya'ni tarmoqlarimiz bulutni o'g'irladi emas, biz qanaqa qilib iqtisodiyotimizni quruqchilikka moslashtiramiz degan savolni berishimiz kerak. Xalq berish kerak uni. Keyin o'sha bergandan keyin amaldorlar ham sekin hukumat tuzilmalari ham harakat qilishni boshlaydi. Ya'ni biz kelgusi yilda yana quruqchilik xavflari bo'lyapti. Bu yildagi hodisa mana hozir 2 daraja bo'ladi, 3 daraja shunday ketyapti-ku, endi ana shu namlikka o'zi ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Baribir tayyorlanish, quruqchilikka tayyorlanish nimasiga ketaverish kerak. Ya'ni namgarchilikka emas yoki me'yor emas, quruqchilikka. Masalan, Isroil shunaqa qilib yechgan-ku. Shuning uchun bu tanqidiy fikrlash haqida gapiryapmiz. Tanqidiy fikrni hamma gapirish kerak. Ayni mana bu sohalar va doimo biz ishlab chiqarish tuzilmalariga, hukumat tuzilmalariga mana shular asosida prognozlar berishimiz kerak, berib boraverishimiz kerak. Shu bilan agar qilinadigan bo'lsa, o'ylaymizki, ancha bir yaxshi bo'ladi. Ya'ni umuman tirik qolish uchun eng yaxshi vosita mana shu tanqidiy fikrlash bo'lyapti hozir.